Yol hareketi korkunçsızlığı uyuşması жетекчиси Вадим Иванов ikkinchi maktab o'quvchilarini yo'l yuri qoidalarini esga tushirdi. Velosiped, samokat ham boshqa transportda yurganda e'tiborli bo'lirga qo'sha. O'quvchilarning kuzgi kanikullari imin o'tuvi uchun har kim javobli. 4-A sinf o'quvchisi Yaroslav Yershov samokatda yurishga yarata, shunga da yo'l yuri qoidalarini yaxshi biladi. Когда ты едешь на велосипеде или на самокате, надо вначале спешиться с них, а потом нормально перейти, а потом только залезать на транспорт. Birinchi sinf o'quvchilarida yo'l aşa chiqqanda qoidalarini tug'al o'tdilar. Velosipedda yuri niq e'tiborli bo'lishni so'raydilar. Я подхожу к пешеходному переходу, слезаю с велосипеда, смотрю по сторонам и перехожу дорогу. У моей мамы и папы есть машина. Когда я сажусь, я пристегиваюсь на детское кресло. Yo'lda avariyalar bo'lgan uchraqda o'ringa birinchilardan bo'lib keluvchi yo'l patrul xizmati ekipaji bilan o'quvchilar yaqindan tanishdi. Avtomobil har balada zo'r qiziqsini uyatdi. Odila Birxonova, Yuliya Kazamarova, Zey xabarlari.